Salom Instagram qadrdonlar, estakadamiz tayyor bo'ldi. Men bir ошибка qildim. Sizlar ham taxlaykom bo'lsangizlar shu xatoni qilmanglar. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar nima xato qilganimni aytaman. Razmerlari kimga qiziq bo'lsa, balandligi yerdan shu uголокni uchigacha 60 sm bo'lgan, eni 35 sm bo'ldi. Bundan bergacha agar moykaga taxlaykom bo'lsangizlar 50 dan kam qilmaysizlar, mashina tushib ketishi mumkin. Bunga ustoni o'zlari olib chiqqanlar mashinani. Bunaqasi 2.45 bo'lgan. Bizdan nima sinema ishi bo'lgan. Bu og'ir rossiyskiy uголокlardan, rossiyskiy mana bu armaturlardan tayyor bo'lgan og'ir bo'lgani uchun biz sinema ish qildik. Bo'ltga ekanlik bo'ldi. Ulargan joyga ko'chirsa bo'ladi. Kraskalari mashina kraskasidan sepganmiz. Hech balo bo'lmaydi, yomg'irga ham, qorga ham. Ikki sloy mashina kraskasidan sepilgan. Yana bir sekretini aytaman. Buni taxlagan paytga biz xato qilganimiz. Mana bu yerni, mana bunisini chiqaykonni 1.75 qilgandim. Bunga mashina chiqmadi. Ufur tegdi. 2.45 qildim. Mashinani orqa balondan oldin balonigacha o'lchash kerak ekan. O'sha razmerga taxlash kerak ekan chiqaykonni. Birinchi taxlaganimga mayda bo'lgan ekan. Mana ko'rib baho berasizlar ishimizga. Mana bu yoqdan ko'rinishlari. Mana xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Keyin kommentariyaga so'rashganda buni nimaga bunday qilib qo'ydingiz? Uголокni bu yiqilib ketmasligi uchun. Chatan ham kattaroq bo'ladi, ham yiqilib ketmasligi uchun.